Hayit dasturxoningizga yosh u qariga birdek yoqadigan yumshoqqina yupqa retseptini qoldiraman. Oddiygina tuzli suvga unni solib, o'rtacha qattiqlikda xamir qoramiz. Yaxshilab mushlab tindirishga olib qo'yamiz. Qizib turgan yog'da piyozni tillarang bo'lguncha qovuramiz. Qiyma, ziravorlarni solamiz. Yaxshilab qovurib, mayda to'g'ralgan sabzini solamiz. Sabzi o'lgunicha qovurib, qopqog'ini yopib sovutishga olib qo'yamiz. Mayda zuvalichiligi bo'lib olgan xamirimizni kraxmal va un qo'shib, yupqa qilib yoyamiz. Shunaqa ko'rinishda yoyilgandan keyin qizib turgan tavada ikkita tarafini qovuramiz va tayyor nachinkamizdan surib xamir yopamiz. Shu ketma-ketlikda ikkita tarafini o'girib pishirib olamiz. 8 qavat bo'lgandan keyin alohida idishga olib ustini o'rab qo'yamiz. Hammasini shunaqa ko'rinishda pishirib olamiz. Keyin videoda ko'rsatilgandek qilib tugib dasturxonga tortamiz. Yumshoqqina yupqalarimiz tayyor. Sizlar ham yupqa tayyorlash qiyin deb o'ylarmidinglar menga o'xshab? Albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'ringlar, juda ham oson va mazali yupqalar tayyor. Albatta sizlar ham oila a'zolaringizga tayyorlab beringlar. Yoqimli ishtaha.